Hammaga xayrli kun. Yana biz bog'damiz. Gul karam bog'ida, karam bog'ida. Mana shunaqa hamrohlar bilan pozitiv kayfiyatdagi. Mana olishimizni xohlamaydiganlar ham bor ekan. Kuzatamiz. Mana shunaqa manzaralarni ko'rish xohlasanglar, ajoyib yetkazsin hammaga. Kutib qolasizlar. Biz mana shu hozir lanchdamiz. Break beriladi. Break 15 minutga tanabus. Men maslahat beraman, mashinasini o'rab olishinglarni, chunki buni o'zinglar bilan olib ketishga, olib kelishga va aylanishlarga, toza ushlashga tushib ketishi ham mumkin. Shunaqa bo'ldi bir holat. Keyin maslahat beradiganim, mana shunaqa qo'linglarga olib olishinglarni, shuni sotadi O'rizorda 12 ming, ya'ni ayrim qurilish material do'konlarida. Bular beradi, mana bir xil lattaligi bo'lsa, mana shunaqa joylardan suv o'tib ketish ehtimoli bor. Keyin ichiga ma'mindan ham ko'proq 6 oyga yetadigan mo'ljalni olasizlar. Bu hozircha 1 oyga yetayotgani, mana shunaqa holatga kelgani bu 1 oyda. Shu sharoit, mana mashinadan 10 tami, 20 tami olsanglar ham ancha arziydi. Albatta pul bo'lsa. Lanchda shunaqa holatda bo'ladi. Mana mashinadan ilib olinadigan bo'ladi. Har kuni mana mashinadan beradi. Mana mashina boylab olib, mana mashinadan ilmoq qilib olinadi. Mana shunaqa. Keyin shuni ochib, sovuriladi, gulkaramni olib, uni kesib, tegidan endi ishlayotganda hozircha ishlamaymiz. Mana shu etik maslahat beraman, hammanglarga zo'r ekan. Juda ham foydali, juda ham men sizlarga foydasi esa xursandman. Mana shu Yangioboddan oldim. Tegi sariq, ozgina qismi yarimi. Keyingisi mana shu ko'jali, hech qanaqa zax o'tmayapti, boshqa bo'lmayapti. Brendi mana shu Spets. Shu, bu endi reklama emas, odamlarga foydasi tegsa xursandman. Mana shunaqasi boridan olsanglar, boshqa olsanglar ham uzumdan qarab oqasizlarmi yo boshqa yoqdanmi, ayrimlar Timuvdanmi, AliExpressdanmi olganlar ham bo'lyapti ayniqsa. Shu, hammanglarga tilab qolamiz. Joninglar sog' bo'lsin. Allohga omonat bo'lsin. Yana qaytishga. Telegram kanali yana eslatib o'taman. Telegram kanalda shu bosib o'tgan yo'lim, qanaqa qiziqish bildirgan, qancha pul ketgan, qancha sanada, qaysi sanada nima bo'lgan, hammasini shu maslahat berib ko'rsatib qo'yganman qadalganda. Kommentariyaga yozishga harakat qilaman. Aytib qo'yishim mumkin, Yevropaga qadam deb yozib qo'yilgan, katta harflar bilan lotinchada Yevropaga qator tashaladi, qadam deb yozilsa, ana shunaqa chiqadi. Shu, joninglar sog' bo'lsin, Allohga omonat. Kuzatib borasizlar. Hamma sizlarga foydali bo'ladigan bo'lsa bo'ldi.